Bugun mamlakatimizda yosh rahbarlar ko'pmi yoki pensiya yoshidagi va undan yuqori yoshdagilar? So'nggi 7 yilda boshqaruv kadrlari tarkibi ancha yosharib, 40 yoshgacha bo'lgan rahbarlar ulushi 35 dan 65% ga oshdi. Biroq xizmat yoshidan oshgan, hali ham faoliyatini olib borayotgan rahbarlar ham anchagina. Kelajak liderlari dasturi esa rahbarlikka yosh kadrlarni tayyorlash, pensiya yoshidagilarni tajribasidan murabbiy va o'qituvchi sifatida foydalanish maqsadida tashkil etilgan. Endi Davlat boshqaruv akademiyasida har yili 100 nafar yangi avlod rahbarlari tayyorlanadi. Dasturning ilk mavsumida 50 nafar bo'lajak rahbarlar test sinovlari orqali saralab olindi. Test sinovlarida nomzodlarning intellekt darajasi, psixologik barqarorlik darajasi, shu bilan birga ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlardan xabardorlik darajalari aniqlandi. Shundan so'ng eng munosib test natijalariga ko'ra 71 ball undan yuqori natija qayd etgan nomzodlar suhbat bosqichiga tavsiya etildi. Tadbirda saralash bosqichida muvaffaqiyatli o'tgan tinglovchilar ham ishtirok etishdi. Test jarayonlaridan o'tdik. Shaxsan men uchun qiyinlik qilmadi. Test jarayoni 93 ballni qo'lga kiritib, o'sha viloyatimizdagi 3 nafar o'sha yosh kadrlar qatorida mana shu dasturga qabul qilindim va bizda suhbat jarayoni bo'ldi. Suhbat jarayoni ham bevosita o'sha yaqin 5 yillikda o'zimizni qaysi sohada, qaysi lavozimda ko'ramiz, rejalarimiz qanday, sohani qanday qilib rivojlanishimiz mumkinligi haqidagi fikrlarimiz va maqsadlarimiz bilan tanishish orqali bo'lib o'tdi. Shuningdek, ochilish marosimida tinglovchilarga o'quv jarayonlari haqida umumiy ma'lumotlar berildi. Ta'lim jarayoni 5 oy davom etadi va jami 1080 soatlik kompleks o'quv dasturni o'z ichiga qamrab oladi va bunda aytib o'tish kerakki, demak, davlat boshqaruv asoslari, strategik rejalashtirish, liderlik qobiliyatlari, qaror qabul qilish qobiliyatlari va zamonaviy boshqaruv texnologiyalar kabi yo'nalishlar bo'yicha, demak, ular ham nazariy, ham amaliy bilimlarni olishadi. O'quv jarayonlari davomida yoshlar vazir va hokimlarga biriktirilib, 2 oy ularning yonida tajriba orttiradi hamda yakunda yaxshi natija ko'rsatgan yoshlar 1 oylik xorijiy amaliyotga yuboriladi. Shundan so'ng ular turli tashkilot va idoralarda mustaqil faoliyatlarini boshlashlari mumkin. Mashhura Saydullayeva, Shuhrat Fayozov, Rahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun.